O'zbekistonda ommalashmagan, ya'ni o'zbeklar milliy brend qilib qilmagan biznes ko'rsataman. Bu bo'lsa Xitoyda naycha deyishadi. Sutli choy, limonli choy, mevali xohlagan turdagi choylarni bir martalik idishga ishlab chiqarish. Uskunalari, apparatlari bu yoqda o'rgatadigan odamlari ham bor. Undan tashqari choylari mana shunga o'xshash bo'ladi mana. Xitoyda juda ham ko'p iste'mol qilinadi. Xitoyda yurgan kim bo'lsa, so'rashlaringiz mumkin. Bu gap rostligini tasdiqlab beradi. Mana bu yoqda choylari, qo'shadigan hamma narsasi, bu yoqda bo'lsa idishlari har xil ko'rinishdagi barchasini Xitoygida bor. Kelib o'rgansanglar ham bo'ladi, yuborsanglar ham bo'ladi yoki bo'lmasam bizni o'rganib sizlarga o'rgatsak ham bo'ladi. Shunaqa ham qilib beramiz kerak bo'lsa. Mana milliy brend qilsangiz buni xuddi o'zimizdagi Oqtepa, yana qaysi Evos bor edi. Xuddi shunaqa qilib set qilib yorvorsa bo'ladigan biznes. Chunki Xitoyda juda ham ko'p va hammasi o'zini oqlagan.